qaranglar. Mana yigitlarimiz To'ytepadagi ikkinchi obyektimiz. Bu yerda ham 100 kilovatli quyosh stansiyasi o'rnatishimiz kerak. Mana yigitlarimiz karkas toqish jarayonida yakunlab qolishdi o'zi. Xudo xolasa ertadan panellarni yotqizamiz. Bu yoqda bir qator karkas, ikki qatordan panel qo'yiladi, xudo xolasa. Bu yoqda yana xuddi shunaqa 17 metrdan ikkita qator karkasimiz bor. lik paneldan 163 dona joylashtiramiz, xudo xolasa.